Assalomu alaykum bolajonlar. Mening ismim Abdumalik Dilshodovich va Oltin kitob loyihasida sizlarning muammoli masalalar fanidan o'qituvchingiz bo'laman. Va biz darslar davomida muammoli masalalar, ularni to'g'ri yechish va ular nimaga yechim bo'lishi haqida bir ko'nikmalarni o'rganamiz. Ana unday bo'lsa, birinchi darsimizni boshlaymiz. Birinchi darsimiz mavzusi matematik mantiqqa oid misol va masalalar. Kelinglar avvalambor matematik mantiq haqida ozgincha tushunchaga ega bo'lamiz. Matematik mantiq bu nima? Matematik mantiq dalillar yordamida fikrlash jarayonini shakllantirishdir. U tasdiqlar va xulosalarni tizimli tahlil qilishni o'rgatadi. Va matematik mantiqni quyidagi 4 ta asosiy jihatlarga bo'lib chiqamiz. Birinchisi, mantiqiy tasdiqlar. Fikrlarni o'zaro bog'lash va ularni asoslash uchun ishlatiladigan dalillardir. Dalillar oldindan ma'lum tasdiqlar va xulosalardan iboratdir. Ikkinchisi, mantiqiy jihatlar va to'g'ri fikrlash uchun belgilangan qoidalardir. Bu qoidalar yordamida to'g'ri va noto'g'ri xulosalarni ajratish mumkin. Uchinchisi, tahlil va baholar. Dalillarning to'g'riligini va ishonchliligini baholashga yordam beradi. Bu jarayon xatolarni aniqlashga imkon beradi. To'rtinchisi, ma'lumotlar tahlili. Matematik tahlil ifodalar va formulalar yordamida ishlasa, kundalik hayotda fikrlar va munozaralar tahlil qilinadi. Endi esa bolajonlar, sizlar bilan matematik mantiqqa oid misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. Bog'lanishni aniqlab noma'lum sonni toping. Demak, bolajonlar, ko'rib turganimizdek, har bir bo'limda 3 ta aylana berilgan va aylana ichida natural sonlar. Bu sonlardagi bog'lanishni topib olishimiz kerak bo'ladi. Bog'lanish quyidagicha bo'ladi. Yuqoridagi aylanachalar yig'indisi pastki aylanacha yig'indisiga teng bo'ladi. Shunda 13 plus 65 teng 78. Ya'ni ikkita yuqoridagi aylana yig'indisi pastki aylana ichida yozilgan natural songa teng. Bundan ko'rinib turibdiki, so'roq o'rniga qanday son bo'lishi kerak? To'g'ri, so'roq o'rniga 65 minus 32 teng 33 soni bo'lishi kerak. Bundan ko'rinib turibdiki, to'g'ri javob 33. Endi esa bolajonlar, navbatdagi masalaga qaraymiz. Bu masalada bizda jadval berilgan va jadval ichida natural sonlar berilgan. Va bu natural sonlar ma'lum bir bog'lanishga ega. Berilgan jadval bo'yicha bog'lanishni aniqlab olamiz. Unda jadvaldagi birinchi qator natural sonlarning yig'indisiga 1 ni qo'shadigan bo'lsak, oxirgi katakdagi natural sonning qiymati kelib chiqadi. Ya'ni 6 qo'shilgan 9 qo'shilgan 10 bu natural sonlar katakdagi natural sonlar bo'lib va bu sonlar yig'indisiga 1 ni qo'shsak teng 26. Ya'ni oxirgi katakdagi natural sonning qiymati kelib chiqadi. Shunda so'roq o'rnidagi natural sonni topadigan bo'lsak, 15 qo'shilgan 25 qo'shilgan 12 qo'shilgan 1 teng necha bo'ladi bolajonlar? To'g'ri. Javob 53. Bundan ko'rinib turibdiki, so'roq o'rnida bizda 53 soni turishi kerak. Endi esa bolajonlar, sizlar bilan bugungi o'tilgan yangi mavzuyimizni yanada mustahkamlash maqsadida sizlar bilan sinf ishida ma'lum bir masalalarni ko'rib chiqamiz. Va bu testlarda chizmadagi bog'lanishni aniqlak va noma'lum sonni topishimiz kerak bo'ladi. E'tiborimizni birinchi masalaga qaratamiz. Bizga aylanalar ichida natural sonlar berilgan va bu natural sonlar ma'lum bir bog'lanishga ega. Berilgan sonlardan ko'rinib turibdiki, yuqoridagi aylana ichidagi natural sonlar yig'indisi pastdagi aylana natural soniga teng. Ya'ni 13 qo'shilgan 41 teng 54. Va shunda biz so'roq o'rnidagi natural sonni topadigan bo'lsak, 38 qo'shilgan so'roq teng 90 bo'lishi kerak. Shunda so'roq o'rnidagi son 90 minus 38 teng 52 bo'ladi. Natijada so'roq o'rnidagi son 52 ga teng. Endi esa bolajonlar, navbatdagi masalaga qaraymiz. Bu masalada x shaklidagi figurada natural sonlar berilgan va bu natural sonlar ham ma'lum bir bog'lanishga ega. Bu bog'lanishni aniqlaydigan bo'lsak, diagonal joylashgan sonlar yig'indisi o'rtadagi natural sonning miqdoriga teng. Ya'ni 26 qo'shilgan 16 teng 42 va 32 qo'shilgan 10 ham teng 42 bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, ikki diagonalda joylashgan sonlarning yig'indisi o'rtadagi sonni miqdoriga teng. Shunda so'roq o'rnidagi sonni topadigan bo'lsak, buning uchun 72 qo'shilgan 41 teng 113 soni bo'lishi mumkin. Endi esa bolajonlar, navbatdagi ikkinchi masalaga qaraymiz. Bu masalada x shaklida figura berilgan
va bu figura ichida natural sonlar berilgan. Va bu natural sonlar ma'lum bir bog'lanishga ega. Va bu bog'lanishni aniqlaydigan bo'lsak, berilgan sonlardan ko'rinib turibdiki, diagonal joylashgan ikki sonning yig'indisi o'rtadagi sonni miqdoriga teng. Ya'ni 26 qo'shilgan 16 teng 42 va ikkinchi diagonalni hisoblaydigan bo'lsak, 32 qo'shilgan 10 teng 42. Bundan ko'rinib turibdiki, so'roq o'rnidagi sonni topishimiz uchun biz ham ikki diagonalda joylashgan sonlarning yig'indisini topishimiz kerak. Shunda 78 qo'shilgan 35 va 72 qo'shilgan 41 teng necha bo'ladi? To'g'ri. To'g'ri javob so'roq o'rnida 113 soni bo'lishi lozim. Navbatdagi masalaga e'tiborimizni qaratamiz. Bu masalada berilishicha aylana shaklida 4 ta son berilgan va bu sonlarning 3 tasi aniq: 9, 25, 81 va bunda so'roq o'rnidagi noma'lum sonni topishimiz kerak. Bunga ko'ra, bog'lanishni aniqlaydigan bo'lsak, 9 va 81 soni qizil rangda berilgan va 9 va 81 soni qanday bog'liqlikka ega? To'g'ri, 81 soni bu 9 ning kvadrati va bundan ko'rinib turibdiki, so'roq o'rnidagi sonning kvadrati bizda 25 bo'lishi kerak. Qaysi sonning kvadrati 25? Albatta, to'g'ri javob so'roq o'rnida 5 soni bo'lishi kerak. Navbatdagi 4-masalaga e'tiborimizni qaratamiz. Jadvalda sonlar berilgan va bu sonlar ma'lum bir bog'lanishga ega. Va bu bog'lanishni aniqlaydigan bo'lsak va jadvaldagi sonlarga e'tiborimizni qaratsak, har bir qatorda berilgan sonlar, ya'ni 12, 16, 20, 24 va bu sonlar orasidagi farq 4 ga teng. Va qolgan barcha qatorlardagi sonlar orasidagi farq ham 4 ga teng. Shunda biz so'roq o'rnidagi sonni topishimiz uchun 11 ga 4 sonini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Va natijada so'roq o'rnidagi son nechiga teng bo'ladi? To'g'ri. So'roq o'rnidagi son 15 bo'lishi ma'lum bo'ladi. Endi esa bolajonlar, navbatdagi 5-masalamizga qaraymiz. 5-masalamizda jadval berilgan va bu jadval ichida natural sonlar berilgan. Va bu natural sonlar ma'lum bir bog'lanishga ega. Berilgan sonlardagi bog'lanishni aniqlasak, shunda birinchi ustundagi birinchi, ikkinchi va uchinchi qatordagi sonlarning kvadratini yig'indisini topadigan bo'lsak, birinchi ustundagi 4-chi, ya'ni oxirgi katakdagi son ekanligi ma'lum bo'ladi. Shunda biz so'roq o'rnidagi sonni topishimiz uchun nima qilishimiz kerak? To'g'ri, so'roq o'rnidagi sonni topadigan bo'lsak, bunda 7 ning kvadrati plus 1 ning kvadrati plus so'roqning kvadrati teng 75 chiqish kerak. Shunda 75 dan 50 ni ayiradigan bo'lsak, bizda 25 bo'ladi. Va bundan ko'rinib turibdiki, so'roq o'rnidagi sonning kvadrati 25 chiqish kerak. Va natijada to'g'ri javob 5 son ekanligi ma'lum bo'ladi. Navbatdagi 6-masalaga e'tiborimizni qaratamiz. Bunda jadval berilgan va jadvalda natural sonlar va natural sonlar ma'lum bir bog'lanishga ega. Berilgan jadvaldagi sonlarni qonuniyatni aniqlaydigan bo'lsak, shunda birinchi ustun, ikkinchi va har bir ustundagi birinchi va ikkinchi qator yig'indisi uchinchi va to'rtinchi qatordagi sonlar yig'indisiga teng ekanligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni 4 qo'shilgan 8 teng 12 va uchinchi va to'rtinchi qatordagi son 7 qo'shilgan 5 teng 12. Shunda biz so'roq o'rnidagi sonni topadigan bo'lsak, 10 qo'shilgan so'roq bizga 11 qo'shilgan 9 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 11 qo'shilgan 9 20 va 10 soniga so'roq o'rnidagi sonni qo'shadigan bo'lsak, bizda javob 20 chiqishi kerak. Bundan ko'rinib turibdiki, so'roq o'rnidagi son bu 10 raqam. Navbatdagi 7-masala. Bunda ham bizda jadval berilgan va jadvalda natural sonlar bor va bu natural sonlar ma'lum bir bog'lanishga ega. Masalada berilgan birinchi ustundagi sonlarga e'tibor beradigan bo'lsak, bunda birinchi qator va ikkinchi qator yig'indisiga uchinchi qatorda turgan natural sonni ko'paytiradigan bo'lsak, bizda oxirgi qatordagi son qiymatiga teng. Navbatdagi 7-masala. Bunda jadvalda natural son berilgan va bu natural sonlar ma'lum bir bog'lanishga ega. Masalada berilgan birinchi ustundagi birinchi va ikkinchi qator joylashgan sonlar yig'indisiga uchinchi qatordagi sonni ko'paytiradigan bo'lsak, natijada
bizda 4-sonning qiymati kelib chiqishi ma'lum bo'ladi. Va bundan ko'rinib turibdiki, so'roq o'rnidagi sonni topadigan bo'lsak, shunda 6 qo'shilgan 9 teng 15 va 15 sonini so'roq o'rnidagi songa ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 60 soni kelib chiqishi kerak. Natijada bundan ko'rinib turibdiki, 60 bo'lingan 15 teng 4 va to'g'ri javob 4 bo'lishi ma'lum bo'ladi. Endi esa bolajonlar, navbatdagi 8-masalaga e'tiborimizni qaratamiz. Bu masalada ham bizda jadval berilgan va jadval ichida natural sonlar ma'lum bir bog'lanishga ega. Va jadvalda berilgan sonlarga e'tibor bersak, birinchi qatordagi birinchi 3 ta ustundagi sonlarni qo'shib chiqadigan bo'lsak, bu 7 plus 8 plus 12 barobar 27 soni hosil bo'ladi. Va ushbu son oxirgi ustunda joylashgan sonlar 2 taga farq qiladi. Endi esa ikkinchi qatorda berilgan sonlarni tekshirib chiqamiz. Shunda 10 qo'shilgan 8 qo'shilgan 6 teng 24 va bu qatorda ham birinchi 3 ta ustunda berilgan sonlar oxirgi katakdagi sondan 2 taga farq qiladi. Bundan ko'rinib turibdiki, so'roq o'rnidagi sonni topadigan bo'lsak, 12 qo'shilgan 18 qo'shilgan 3 33 bo'ladi va qonuniyatga ko'ra biz yana 2 taga ko'paytiradigan bo'lsak, shunda javobimiz 35 soni hosil bo'ladi. Endi esa bolajonlar, navbatdagi 9-masalaga e'tiborimizni qaratamiz. Bunda jadval berilgan va jadval ichida natural sonlar va bu natural sonlar ma'lum bir bog'lanishga ega. Ushbu bog'lanishni aniqlab olamiz va berilgan sonlarga e'tiborimizni qaratsak, birinchi ustunda berilgan sonlar 6, 4, 12 va 15. Bunda birinchi 3 ta qatordagi sonni yig'indisini topadigan bo'lsak, 6 plus 4 plus 2 12. Ya'ni birinchi 3 ta sonning yig'indisi oxirgi sondan 3 taga farq qilyapti. Endi esa ikkinchi ustunni tekshiramiz. Ikkinchi ustunda 9 qo'shilgan 7 qo'shilgan 3 teng 19. Bundan ko'rinib turibdiki, har bir ustundagi birinchi 3 ta sonni qo'shib chiqadigan bo'lsak, bu oxirgi katakdagi sondan 3 taga farq qilmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, so'roq o'rnidagi sonni topadigan bo'lsak, shunda 20 qo'shilgan 14 teng 34 va 47 dan 34 ni ayiradigan bo'lsak, nechi bo'ladi bolajonlar? 13. Va biz yana qo'shilgan 3 ni hisobga oladigan bo'lsak, shunda so'roq o'rnida turadigan son bizda 10 ekanligi ma'lum bo'ladi. Navbatdagi 10-masalaga e'tiborimizni qaratamiz. Bunda jadval berilgan va bu jadval ichida natural sonlar ma'lum bir bog'lanishga ega. Bu bog'lanishni aniqlaydigan bo'lsak, jadvalda berilgan natural sonlarga e'tiborimizni qaratamiz. Shunda birinchi ustunda berilgan natural sonlar va ularning birinchi 3 tasini ko'paytiradigan bo'lsak, ya'ni 2 ko'paytirilgan 8 ko'paytirilgan 5 teng 80. Va bundan ko'rinib turibdiki, berilgan ustunning birinchi 3 ta qatordagi natural sonning o'zaro ko'paytmasi 4-qatordagi songa teng. Shunda so'roq o'rnidagi sonni topadigan bo'lsak, bu 7 ni 3 ga ko'paytirganimiz 21 va javobi 42 chiqishi uchun 21 ni so'roq o'rnidagi songa ko'paytiramiz. So'roq o'rnidagi sonni topadigan bo'lsak, 42 bo'lingan 21 teng 2 va bundan ko'rinib turibdiki, so'roq o'rnida 2 soni bo'lishi lozim. Va bolajonlar, sizlarga bugungi birinchi darsimiz manzur keldi degan umiddaman. Sizlar bilan birinchi darsimizga oid 36 ta masalani 10 tasini sinfda yechilishini ko'rib chiqdik va qolgan 26 ta masala esa sizlarga uyda mustaqil yechishingiz uchun uyga vazifa bo'lib qoladi. Sizlar bu 26 ta masalani uyda mustaqil yechasizlar va keyingi darsimizda uyga berilgan vazifani tekshirib o'tamiz. Shu bilan bolajonlar, birinchi darsimiz yakunlandi. Kelgusi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.